mashina qo'ygan ekan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, asalarichilar. Mana 2026-yil 2-mart sanasiga asalarlarimizni qarayapmiz. Hozir Surxondaryo viloyatidamiz. Inshaalloh arilar yaxshi bu yil har yilgidan, har yil qorlar, sovuqlar, bu mini sovuq havo bo'ladi. Bu yil inshaalloh unaqa bo'lgani yo'q. Mana 2 arimizga 3 ta mashina qo'yganmiz hozir. 2-mart sanasiga mana bunisi 2 kun oldin qo'yilgan mashina. Bunga urib qo'ygan yo'q, tortyapti. Mana bu tarafini ham endi o'tib tortishni boshlabdi. Xudo xolasa arilarimiz nihoyatda yaxshi, sifatli. Yaxshi ishlayapti. Bugun havo sal sovuqroq, nam havo bo'lib turibdi. O'rtadan bola arilar chiqqan, g'az bulutlari ham yaxshi, asallari ham, ovqatlari ham. Havo pastligi, arilar ham ozgina bezovtalanyapti. Ramazonda 12-kuni bugun mana. Tagigacha urib qo'ygan, o'rtalardan o'zi bola arilar chiqib avlod almashyapti. Mana eng tagigacha yopgan. Ramkaga ichlangan aralanishi. Mana o'sha nargindan oldin qo'yilgan mashinamiz. Taylarida ozgina chalab qolibdi. Ammo to'ldirib urib qo'yibdi mana. Kamerada ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim. Matka ham shetda ekan, mana matka shetda olib qo'ygan. Karnika F1. Mana bag'ini ham tagigacha urib qo'ygan. Mashinasi undan oldinga qo'yilgan mashina. Mana chiroyli qilib uji yopib qo'ygan, bo'sh katagi yo'q, nihoyatda zo'r. Bu taxtadan bu taxtagacha inshaalloh zo'r. Hozir nari tomonlardan ochib ko'rsatamiz. Mana bag'ini yopib, hozir endi bu tomonda semyani ko'ramiz. Bag'i ham o'sha holatda ekan. Sal arz kamroq ekan, narigi tomonga qaraganda yomon yaxshi holati. Bu ham 2 romkaga, 3 ta mashinaga ekan. Bu aylantirib qo'yilgan, endi to'qiyapti ekan bunisini. Ovqatlari pasportlari nihoyatda go'zal, chiroyli inshaalloh. Alloh xayrli qilsin, hamma narsalari shuna baquvvat bo'lib yaxshi ishlaversin, bu yil asalli bo'lsin. O'rtadan bolari chiqqan 9 joydan tagigacha yopgan. Bunga ham bundan oldin qo'yilgan mashinamiz mana. Bu ham nonda kuygan edi-da, bizni qo'l sifatsiz romkalar o'zimizga ishlatamiz, yaxshisini sotib. Mana o'zi bunisi sut quyishda boshlabdi buni. Bir kunlik urug'. To'lla mana hamma yog'iga ekkan, kamerada ko'rinyaptimi? Hozir bundan oldingi qo'yilgan mashinasini ko'rsatamiz sizlarga. Mana gulchanglari ham zapastoy, ovqatlari ham bundan oldingi qo'yilgan mashinamiz mana. Pasportlar juda chiroyli. Hozir 2-mart sanasiga Surxondaryoda shunaqa arima. Endi sovuqda ko'p ochmaymiz, yopamiz.